Buyuk shoir, mutafakkir va davlat arbobi Nizomiddin Mir Alisher Navoiy 1441-yil 9-fevralda Hirotda tavallud topgan. Otasi G'iyosiddin Muhammad, onasi Qobul amirzodalaridan Shayx Abu Said Changning qizi bo'lgan. Navoiy 1501-yil 3-yanvarda Hirotda vafot etgan. Alisher Navoiyning bolaligi Temuriy hukmdorlar Shohrux Mirzo hukmronligining so'nggi yillariga to'g'ri keladi. U Temuriy shahzoda Husayn Bayqaro bilan birga tarbiyalanadi. 4 yoshida maktabga borib, tez fursatda savod chiqaradi. Turkiy va forsiyda bitilgan she'rlarni o'qib yod oladi. O'zbek tili bilan bir qatorda forsiyni ham mukammal egallaydi. Bolaligi zamonasining mashhur olim va fuzalolari davrasida o'tadi. 3-4 yoshlarida mashhur shoir Qosim Anvorning Oshiqmiz, Jahon o'rtovchi va yoqavayronlarmiz, sening g'aming turganda dunyo fikridan ne foyda baytini yod etib mehmonlarni hayratga soladi. 1447-yilda Shohrux Mirzo vafotidan so'ng Temuriy shahzodalar o'rtasida taxt uchun kurash avj oladi. Hirotda ro'y bergan notinchlik sababli G'iyosiddin Muhammad oilasi Iroqqa ko'chadi. Ushbu safar chog'i Taft shahrida 6 yashar Alisher mashhur tarixchi Zafarnoma asarining muallifi Sharafiddin Aliyazdiy bilan uchrashadi va uning duosini olishga musharraf bo'ladi. 1451-yili Xorasonda yurish harakatlari barham topgach, Alisherning oilasi Hirotga qaytib keladi. 1452-yilda Abul Qosim Bobur Mirzoning Xorason taxtiga o'tirishi bilan mamlakatda tinchlik, osoyishtalik qaror topadi. Bo'lajak shoir Hirotda mashhur shoir va fozillardan tahsil olib, she'rlar mashq qila boshlaydi. Sa'diy Sheroziyning Guliston, Bo'ston asarlarini o'qib, Fazliddin Attorning Mantiqut Tayr dostonini yod oladi. Ushbu falsafiy doston yosh Alisherning dunyoqarashida katta o'zgarish yasaydi. U kelajakda Mantiqut Tayr singari jiddiy asar yaratishini ko'ngliga tugib qo'yadi. Zamondosh tarixchi G'iyosiddin Xondamirning ma'lum qilishicha, Turkiyada ijod etgan buyuk shoir Mavlono Lufiy o'smir Alisherdan biror g'azal o'qib berish orqali o'z mutafakkiringiz mahsulining yangi namunalaridan bahramand eting deb so'raydi. Alisher quyidagi g'azalni o'qib beradi. Orizim yopqoch ko'zimdan sochilur har lahza yosh, bo'ylakim paydo bo'lur yulduz nihon bo'lg'och quyosh. Shunda Lutfiy imkoni bo'lganida edi o'zimning turkiy va forsiydagi 10-12 ming baytdan iborat g'azallarimni shu birgina g'azalga almashtirgan bo'lardim deb yosh shoir iste'dodini yuksak baholaydi. Alisher Navoiy 1469-yili davlat boshqaruviga jalb qilinib, muhrdor, ulug' amir, Astrobod viloyati hokimi kabi lavozimlarda faoliyat ko'rsatadi. Hamisha dinu diyonat amiriga muvofiq holda davlat va xalq manfaatini ko'zlab ish yuritadi. Alisher Navoiyning ijodiga to'xtaladigan bo'lsak, u dastlab o'zining Turkiyada yozgan she'rlaridan iborat ilk devoni Badoiul Bidoyani tuzadi. Keyinroq butun ijodining durdonasi hisoblangan Hayratul Abror, Farhod va Shirin, Layli va Majnun, Sabbai Sayyor va Saddi Iskandariy dostonlaridan iborat qariyb 52 ming misralik Hamsa asarini yaratadi. Saddi Iskandariy dostonida qayd etilishicha, Hamsa asarini yozishga atigi 6 oy vaqt sarflagan. Shuningdek, Tarixi Muluki Ajam, Majolisun Nafois, Munshaot, Mezonul Avzon, Nasoimul Muhabbat, Devoni Foni, Mufradot, Lisonut Tayr, Mahbubul Qulub kabi 30 dan ortiq bebaho asarlar yozib qoldirgan. Alisher Navoiyning hikmatli so'zlari xalq orasida keng qo'llaniladi. Oz o'rganib dono bo'lur, qatra yig'ilib daryo bo'lur.